Xullas, buni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Chakras ana siz so'ragan variantingizdan keldi aka. Salonni ham ichini zaps qilsa, goh-gohida shunaqa joy bo'lyapti, zapslari kerak bo'lib qolyapti deganingiz uchun bitta tovarni o'zida 4 ta qulaylik jamlangan. Sizga hozir ma'lumotini, qulayligini aytib o'tgan tovarimiz mana ko'rmoqchingiz mumkin. Oldini zaps qiladi, salonni zaps qiladi, orqa qismini ham zaps qiladi. Mana 4-qulayligi Wi-Fi orqali ishlaydi. Xullas shunaqasini ko'rganmisiz? Mana men qo'limda turgan varianti bu orqani zaps qilyapti, mana orqaniki. Mana buni o'zini kallasida oldini zaps qilyapti mana. Mana salonnikiga mana kamerasi bor. Mana salonni kamerasi. O'zingizga moslab turib joylab olsangiz bo'ladi. Yana bitta qulayligi esdan chiqdi buni. Fleshkasi ham komplektida bor buni. O'zini fleshkasi miyasiga sahraning tiqaveradi. Oddiy misol, mana shu salonni kamerasini o'zini alohida oladigan bo'lsangiz ham, aka, joyi kelsa bizga ham qo'yib berganmiz, $100 ga yaqin pul ketib qoladi. Buni olsangiz sizda shuncha qulaylik, aka. Video registrator ham olib yurmaysiz, orqaga kamera ham olib yurmaysiz. Hammasi komplektida, hammasini zapsi miyasiga saqlanib bo'ladi. Narxi nech pul deysizmi? Mana shu ko'rib turgan komplekt polni $55, aka. Bitta video registratori o'zida shuncha qulaylik mujassam. Tak что bu narsani mashinada pulli temalarni oldi-berdi qiladigan akalarimizga yuborib qo'ysanglar, juda asqotadi, juda qo'l keladi. Joyi kelsa, mana shu narsa gapiradi, deya xullas aka. O'zingiz bildingiz-ku kimga yuborib qo'yish kerakligini. Bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar.